assalomu alaykum kvartira jamoasi kanaliga obuna bo'ling. Hamda kanalimizga obuna bo'lmasangiz tomosha qilib turing. Sizlar bilan yana bir bora uyga tashrif buyurganlar orqali ko'rishganimizdan bag'atda xursandmiz. Qadrdonlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Marhamat tumani Kalanining 7-ko'chalariga kelyapti. Sababi Qodirjon tog'amiz tavallud tayyorlar ekan. Shu munosabat bilan bizga musofirdan turib qizlari Nargiz opamiz, kuyovlari Sho'rtbek akalarimiz murojaat qildi. Hozir kirib, xudo xolasa hamma farzandlarning oldidan tog'amiz ko'ngillarni ko'tarib, ajoyib parvarishlar bilan xursand qilishga harakat qilamiz. Sizlar ham uyga tashrif buyurgansiz bo'yicha murojaat qilishingizga ekrans pullarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp programma telefon xudo xolasa 24 soat aloqalamiz. Demak, uyga tashrif buyurgansiz navbatdagi sonni biz boshladik. Turibman ko'ksim kelib, g'urur tog' qoyasida, yuribman davrim surib, dadamni soyasida. Ravon yo'llarim, gulzor yo'llarim, ko'kka yetar qo'llarim, dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashadim mesulmadim, dadamni soyasida. Davlatim, hoş şeyler savladım, anam benim cennetim, dadamın sayesinde, dokyanlarım toyboldu, sonyanlarım boyboldu, kalkorum yurdu, dadamın sayesinde, ey dadamın sayesinde, dadamın sayesinde, yürüp ben davrum sürüm, dadamın sayesinde, dadamın sayesinde, dadamın sayesinde, ben dadamla olamam, dadamın sayesinde. Bir rahmat. Bitta qarshi chop bering, tog'ajonimiz uchun. Rahmat. Tug'ilgan kunlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Tanijoningiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Jamiki yaqinlaringiz, farzandlaringiz, nevaralaringiz baxtga sog'-salomat bo'lib yuring. Shu musofirda qizingiz bor ekan, Nargiz opamiz, kuyovingiz bor ekan, Sho'rtbek akalarimiz. Shu insonlar hamma farzandlaringiz nomidan jo'natdi. Hayotingiz mobaynida shu Qur'ondagi arzuyingizni Qur'on kitobdan borib olib keldik. Bormagan bo'lsa onajonimiz bilan bir yerda borib, borgan bo'lsalar qayta borib, hojati, hoji onalar bo'lib yurishdan chiqsin. Bitta qarsilarni topshirib qo'yamiz. Rahmat. Va albatta endi tug'ilgan kun bayramlarimiz shiriyasi bo'ladimi? Shiriyda ham bayramlarni sizga topshirib turamiz. Rahmat. Va albatta onajon, sizdan farzandingizdan chiqqan yo'qsiz. Onamiz bizni jannatimiz dedi. Shuning uchun jannatim onam kunini hamma farzandlaringiz nomidan onajon qabul qilasiz. Xudo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oilalarda shunaqa xursandchiliklar hech ham tark etmasin deb qolamiz va albatta endi eslatuvchi syomkalar qilyapmiz. Shuni musofirdagi farzandlaringiz, qolaversa mana shu yerdagi farzandlaringizga haqiqiy bir duo qilasiz. Hay ilohim, hammamizga yaxshiliklar nasib qilsin. Doim yaxshi kunlarda. Allohu akbar. Rahmat aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qani hojijon? Umrlaringizda rizqlaring ulug' bo'lsin. Bola chaqalaringni rohatini ko'ringlar. Hamisha omadlaringni bersin. Ishlaring ilgari bo'lib, balo qazodan o'zini saqlab, beg'am, bedard, beshikka surishlaringga Alloh o'zi nasibi ro'za aylasin. Rahmat. Rahmat do'stlar, duolar bo'ldi. Endi esa tog'amizga bir ikki og'iz tabriklagan bo'lsa kerak, esdalik bo'lib qoladi. Qolaversa farzandlaringiz haqiqiy bir duo qilasiz, hojijon. Kim? Tog'amizga ikki og'iz tabrik, keyin duo. Amin. Cholimi ham tanjoni sog' bo'lsin. Umri zar, rizqi ulug' bo'lsin. Mana shu bolalarimizni, evaralarimizni rohatini ko'rib, muborak hasapalarga borib, shularda to'rlarda duogo'y bo'lib o'tirishiga nasib ro'za aylasin. Ikkalamiz birgalikda qo'sha qaraylik. Inshaalloh. Sizlarga ham omadlar. Alloh ilohim, mana shu eng kichik nevarasi to'yida ham o'zingizlar bosh-qosh bo'lib, duogo'y bo'lib o'tirishinglarni nasib qilsin deb qolamiz va albatta endi farzandlarga so'z navbati bersa, ikki og'iz tog'ajonimizga tabriklar bo'lsa, niyatlar bo'lsa, eshitamiz. Qani yoshi kattasidan boshqa kim kattalar? Katta kelinlar boshlasin. Dada iloyim sog' bo'ling, baxtimizga, to'rlarimizda o'tib doim. Men dadam yo'q, o'tib ketgan. Shu dadamni doim duo qilaman. Doim sog' bo'lsin, doim to'ylarimizda, to'rlarimizda o'tirsin. G'am ko'rishmasin, kasal bo'lishmasin. Rahmat. Dunyodagi eng yaxshi tilaklarni tilayman dada. Sog' bo'ling dada doim. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizlar shu insonlar xizmatida hech ham charchamanglar deb qolamiz. Davom etamiz. Keling, hojijon, keling. Assalomu alaykum. Keling, qizingiz yaxshimisiz? Qancha? Tog'amiz tug'ilgan kun ekan, farzandlar jo'natib tabriklagan. Endi sizlardan bir ikki og'iz tog'amizga tabriklar bo'lsa, eshitamiz. Marhamat. Duo qiling. Bir duo qilasiz. O'zi duo. Qilishda biz Ilohim tinchlik, tan sahhati, xursandchiligini bersin. Allohim Qodir akam bilan O'ktamxonni ham tani joni sog' bo'lib, bolalariga bosh bo'lib,
Allohim katta hojilarga borishlikni Alloh o'zi nasib qilsin. Bolalarim tanijonlari sog' bo'lsin, eson-omon ishlashib kelsin hammasi. Nargiza qizim ham tanijoni sog' bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin. Muhammad Yusuf ham eson-omon kelsin, uylarni qilsin, to'ylarni qilsin, o'g'illari katta bo'lib dadasini, buvisini, enasini, bobosini hojilarga jo'natishni Alloh o'zi nasib qilsin. Rahmat aka, sog' bo'ling hamisha. Dada doim sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, rizqingizni bersin. Ilohim bizni uylarimiz to'g'risida o'tirishga nasib etsin. Siz yaxshi ko'rasiz. Rahmat, qarsiga, rahmat. Rahmat. Mana shaharib yursin. Javob aytganlaringiz rahmat. Keling hojilar, keling. Keling. Kimni ekan? Ya endi qo'ygan sinfdoshingiz. Siz doshsizmi? Ha, birga o'qishga yakara sinfdosh. Bolalariga bosh bo'lsin, boshlari to'ydan chiqmasin, Parvardigor. O'tganlarini Alloh rahmat qilsin, u dunyoliklarini bersin, Parvardigor. Qo'shnim bilan sog' salomat hojilarga borib kelishlikda Alloh nasib qilsin, Parvardigor. Tinchlik, omonlik, xotirjamlikda yuraylik hammamiz, Parvardigor. Rabbana atina fid dunya hasanata va fil oxirati hasanata va qina azobannar. Rahmatka ya arhamar rohimin. Shu bolalarim ham tanijoni sog' bo'lsin, nima niyati bo'lsa niyatiga yetsin. Rahmat akalaringiz, rahmat, sog' bo'linglar. Qani opa, sizga keldim navbat. Dada tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Baxtimizga sog' salomat yuring. Hojilarga borishni nasib qilsin, Xudo xolasa. Ilohim, yuzga kirsin, to'ylarda qilaylik, oldimizda tursin. Amin. Umringiz uzun, rizqingiz ulug' bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat, sog' bo'linglar opajon. Xo'p, davom etamiz. Qani bu yoqqa? Bir qaradagi kelin ashi. Dada tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Ilohim menga kiring. O'g'lingiz bilan bizni baxtimizga doim sog' bo'ling, buvam ham sog' bo'lsin. Meni ham onam yo'q. Ona ona bo'lib umrlari uzoq bo'lsa, hojilarga boringlar, menga kiringlar, yuz bilan yuzlashib yuringlar. Rahmat, Allohu akbar. Rahmat akalaringiz, rahmat. Xo'p, davom etamiz. Endi nevaralarga o'tamiz. Nevaralar. Nevara. Nevara kelin bor, nevara kelin bor. Qani? Assalomu alaykum. Kelganlar uchun rahmat hammalarga. Sog' salomat bo'linglar. Sizlarga ham ishinglarga rivoj bersin. Bobom bilan buvam doim qo'sha qarab, doim shunday kulib yurishsin, yuzlarga kirsin bizni baxtimizga. Rahmat kattajon, rahmat qarsiga. Rahmat, sog' bo'ling. Sizlarchi tabriklaysizlarmi? Kelinglar bolalar, nevaralar. Kim bor? Bo'ldi, mayli, hijob bo'lishyapti, o'qishamiz. Hoji yana bir bor tabriklaymiz. Ilohim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Oilalarga xursandchilik bilan tark etmasin deymiz. Va albatta endi hamma farzandlaringiz nomidan tug'ilganingizga ajoyib tabrik qo'shig'imiz bor. Mana shu qo'shiqni hamma farzandlaringiz nomidan tug'ilganingizga tabrik sifatida qabul qilamiz. Marhamat. Bo'ldi, hozir. O'yinga tushsin. Apa o'yinga bo'pti. Hammamiz o'yinga. Marhamat. Safarda bog'lar gulladi jahan, sensiz qolsam jahan, dardimni o'zidan boshqa kim bilar, sabrim yetsin kelar. Safarda bog'lar gulladi jahan, dardimni o'zidan boshqa kim bilar, sabrim yetsin kelar. Sunday akşam koynuna Rasmin ümidine sar Sana indim tarhan Sakarca bildik o İstesen şu karakter Ayna alıp veremem Sana koyunca Macan takım koyamam İstesen şu karakter Ayna alıp veremem Sana koyunca Macan takım koyamam Osmanda kuşlar uçganda, sallanır kelgan havoda, qobuz qo'shig'in aytganda, ko'klarga tarang ko'klarga oyning qizi, sho'xliklarda soyning qizi bo'lar ekan. Saroyga joyning qizi, yig'lama mutlaqat yig'lama, yoningga qizim bo'lar. Yig'lama mutlaqat yig'lama. Hadi yanına düşende kendini yanarım 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 yanarım
Rahmat. Sog' bo'linglar. O'yinga ayoq qo'laylar, daf ko'rmasin. Menimcha tabriklar qo'shiqlar o'yinlargacha ko'rdik. Endi esa sizlar uchrashib tushamiz. Navbat fotosessiyaga. tek turgan. Tog'ajon yana bir bor tabriklaymiz. Ilohim sog' bo'ling. Xudo xohlasa bir yuzlarga yubileylar qiling. Qatorimizdan kam bo'lmay hammamiz kelib shu yerda bizga ham kelin inshaalloh hammamizga nasib qilib qolamiz. Endi bizga bitta chiroy duo belasizlar, ha? Amin. Doim ishlaring oldida yursin. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Alloh akalarga rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, qadrdonlar, ko'rdilar shunaqa bir yuqoriga betafski navbatdagi tashriqamiz ham o'z payoniga yetdi. O'ylaymizki, dujatgan insonlar va biz tomosha qilgan insonlar sizlarga yo'q degan umiddamiz. Agar qanaqadir kam do'stlar bo'ladigan bo'lsa, albatta do'st so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'lib, uyga tashrif olish uchun ekran chiqib turgan nomerga bemalol Telegram yo'llasangiz, prямой telefon bilan Xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Kvartet jamoasi hamisha sarchoq Rahmat.